Bugungi darsimizda bolajonlar, demak, sinfdan tashqari o'qish darsimiz. Bugungi darsimizda bizga sehrli raqamlar tashrif buyuribdi. Bu sehrli raqamlar ostidagi harflarni topib, biz bugungi mavzumizni bilib olar ekanmiz. Demak, sehrli harflar tagidagi raqamlar ostidagi harflarni bilish uchun men sizga murojaat qilaman va siz ularni aytasiz. Tagiga yozib harflarni topib olamiz va bugungi mavzumizni bilib olamiz. Xo'p, Abdulloh, 4-raqam ostida qaysi harf ekan? E. Barakalla. Faxriddin, 29-harf ostida. Demak, qanday so'z hosil bo'ldi? Eng. Ruxshona, 23-raqam ostida. Ye. Omina, 1-raqam ostida. A. 22-raqam ostida. Ismoil. X. 27-raqam ostida. Ulug'bek. Sh. Rahimaxon, 8-raqam ostida. I. Qanday so'z hosil bo'ldi? Eng yaxshi. Xo'p, Ikromjon, 18-raqam ostida. S. Sardor, 14. O. Nozima, 21. 21 yordam beramiz. Mirodil? Noto'g'ri yana. Farzona? V. Adashibsiz. 26-raqam ostida. Azimjon? V. G'iyosiddin, 1-raqam. Qanday so'z hosil bo'ldi? Demak, bugungi mavzumiz eng yaxshi sovg'a. Bizga eng yaxshi sovg'a nima deb o'ylaysiz? Ulug'bek? Kitob. Barakalla. Qani, bizni mavzumizni topib olganimiz uchun xonamizga sehrli kitobimiz tashrif buyuribdi. Uni so'zlarini eshitamizmi? Eshitamiz. Demak, chaqiramizmi kitobni? Sehrli kitob tashrif buyur. Qani? Sehrli kitob tashrif buyur. Bolalarga kitob bering degan chorlab yangrab qolar. Ma'rifatli yuraklar u hikmat ruhin anglab qolar. O'yinchoqlarning o'rni bo'lar, liboslar eskirar. Kitoblar ilm ziyoni asrar. Bag'rida bus-butun 5 tashabbus qanotida sezib zamon shtobini sovg'a qiling farzandlarga yaxshi ko'rgan kitoblar. Barakalla. Bugungi mavzumiz yuzasidan, demak, she'r, maqol, hikmatli so'zlar tayyorlab kelgansiz. Qani, eshitaman. Farzona? Barakalla. Ruxshona? Kitobchini so'zlarida yurak eshitgan shafqatsiz olamda g'ozdek tinib, u menga dunyoni boshqacha ko'rsatgan har kecha har kun u menga. Barakalla. Yana kimda bor? Qani, Rayhona? Tanishaylik, men kitob. Asl bilimlarga kon. Boylik beray behisob. Bo'lsang agar qadrdon. Barakalla. Xo'p, sizga ham o'qigan ertak qahramonlaringiz tashrif buyurgan. Biz bu ertak qahramonlarni o'z joylariga joylashtirishimiz kerak. Bu metodimiz joyini top yoki o'rnini top deb nomlanadi. Bu ertakni bilib olishimiz uchun har bir qatordan bittadan o'quvchi chiqamiz va Nilufar gullarimiz orqali guruhingiz a'zolariga qaysi ertak tushganligini bilib olamiz. Chiqamiz. Har bir guruhdan bittadan o'quvchi chiqamiz. O'ting. Qani, gullarni tanlab olamiz. Bittadan gul tanlab oling. Ana endi likopchalarga solib gullaringizni ochiltiring. Barakalla, gullarimiz demak birin-ketin ochildi. Xo'p, qani Sardor, qaysi ertak ekan? Bo'g'irsoq. Bizning guruhimizga bo'g'irsoq mavzusi ekan. Xo'p, Faxriddin? Bizning guruhga sholg'on ertagi mavzusi ekan. Barakalla, Mubinaxonniki endi ochilyapti. Kutib turamiz ochilishini.
Barakalla. Demak, bu qahramonlarimizni o'z joylariga nima qilamiz? Joylashtiramiz. Savollarga javob berish orqali o'tirib oling. Davlat rahbarimiz kitob haqida shunday gaplarni e'tirof etgan edilar. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q deb ta'riflab o'tgan edilar. Bugungi o'qigan ertaklarimiz asosida biz bolajonlar bilan o'z o'rnini top, joyini top metodi orqali ertaklarimizni o'z joylariga joylashtirib olamiz va bolalarimiz nutqini ham ravonligini tekshirib olamiz. Birinchi ertagimiz qani joyini topsinchi? Bor ekanda, yo'q ekan, bir ko'rib bo'lgan. Uning yonida daraxt ham yo'q. U kulbachada bobo yashagan ekan. Va sholg'om ekibdi. Tortishga chiqibdi. Boboning kuchi yetibdimi sholg'omga? Yo'q. Yetmabdi. So'ngra nima qilibdi? Kampirini chaqiribdi. Boboga qo'shilib, buvi ham tortibdi. Torta olishibdimi? Yo'q. Sharif degani sababli nevarasini chaqirishdi. Nabirasi ham kelib Yordam beribdi. Va kuchugini chaqiribdi. Ular tortishib oldi. Mushukni chaqirdi, mushuk. Va kuchugini chaqiribdi, kuchugini tortishib oldi. Mushuk ham kelib ularga yordam beribdi. Tortib chiqaza olishmagandan keyin eng kichik sichqonni hammaligi birgalikda sholg'omni tortib olishibdi. Barakalla. Ikkinchi ertagimiz, demak, Zumrad va qimmat ertagi ekan. O'zbek xalqi ertaklari o'zini joylarini topib oladilar endi. Bu uyda chol bo'lgan ekan. Ularning Zumrad ismli qissasi bo'lgan ekan. O'gay ona Zumradni yoqtirmabdi va cholga o'rmonga olib borib adashtirib kelishini tayyorlabdi. O'rmonda Zumrad Sehrli kampir bo'ldi. sehrli kampirni uchratib qolibdi. Sehrgar buvi Zumradga ko'p narsalarda yordam beribdi. Zumrad ham buviga yordam beribdi va sehrgar buviga Zumrad yoqib qolganligi sababli Ketayotganida Zumradga sovg'a berdi. barakalla. Bu sovg'alarni ko'rgan o'gay ona va qimmat bizga ham shunday sovg'a kerak debdi va chol qimmatni o'rmonga olib borib adashtirib ketdi. Sehrgar buviga qimmat yoqmabdi va ketayotganda qimmat sovg'a so'rabdi. Sehrgar buvi Unga qimmatga sovg'a berdi. bo'm-bo'sh sandiqcha beribdi. O'gay ona va qimmat xulq atvori yomonligi uchun, tarbiyasizligi uchun Sandiqning ichidan ajdarho chiqib keldi. ajdarho chiqib, ularni yeb qo'yibdi. Biz sholg'om ertagi va Zumrad qimmat ertagini joylab oldik va navbat bo'g'irsoq ertagimizga keldi. Bor ekan, yo'q ekan, bir uycha bo'lgan ekan. Uning yonida daraxt ham bo'lgan ekan. Bu
joyda bobo yashagan. Bu bola chol va kampir bo'g'irsoq pishirishibdi. Bo'g'irsoq zerigib o'rmonga qochib ketibdi va uning yo'lida quyon uchrabdi. Quyon men seni yeyman debdi. Keyin bo'g'irsoq unga qo'shig'ini aytib berib qochib ketibdi. Yo'lini bo'ri chiqdi. Bo'rini ham aldab qochib ketibdi. Keyin uning oldidan ayiq chiqibdi. Keyin uning yonidan tulib chiqdi. Tulki ayyorligidan bo'g'irsoq uni aldolmay tulkiga yem bo'libdi.